Rasmiy ravishda 2026-yildagi Jahon chempionatining eng qimmat top 7 ta terma jamoalari ma'lum bo'ldi. Bir tarafda Bellingham, Saka, Foden, boshqa tarafda Mbappe, Yamal, Viniciuslar. Ammo bitta savol, qimmat tarkib chempionlik deganimi? Reytingimizni Gollandiya boshlab beradi. Gollandiya 7-o'rinda 766 million yevro bilan yoshlar, tezlik, sovuqqonlik bu har bir jamoaga muammo bo'la oladi. 6-o'rin Germaniya 773 million yevro. Nemis mashinasi yana ishga tushmoqda. Musiala va Virtus yangi avlod dahshati. 5-o'rin Braziliya 778 million yevro. Samba futboli hech qachon o'lmaydi. Vinicius boshliq sehrgarlar qaytdi va yana bonus Neymar Junior. 4-o'rin Portugaliya 864 million yevro. Ronaldodan keyingi davr boshlandi. Ammo bu jamoa hali ham yulduzlarga to'la. Va nihoyat top 3talik Ispaniya 3-o'rinda Ispaniya 1 milliard 310 million yevro bilan Yamal, Pedri, Gavi haqiqiy eng yaxshi yosh avlod futbolchilari. 2-o'rin Fransiya 1 milliard 360 million yevro. Mbappe boshliq super jamoa, tezlik va talantning haqiqiy kombinatsiyasi. 1-o'rin Angliya terma jamoasi 1 milliard 620 million yevro bilan 1-o'rinni egallab turibdi. Bu oddiy tarkib emas, bu futbolning yangi imperiyasi. Ammo bitta savol ochiq qolmoqda. Eng qimmat terma jamoa har doim ham eng kuchli deganimi?